Xullas, avtosalondan yoki zavoddan mashina olmoqchi bo'lsangiz, обязательно ustini olib borib tekshirib oladigan zamon keldi. Ya'ni bu trekerimiz yangi, xullas polirovkaga kelgan mashina, polirovka qilib turgan joyimizda lampani yorug'ida bagajda ko'rib qoldimki, ya'ni kraskasi bor ekan bagajda. Ko'rish mumkin, izlari bilinib turibdi. Hozir terpichkani yoqib ko'rsatib ham beraman. Oldin mana yerdan realni ko'rishga harakat qilamiz. Shagrilarini ko'rish mumkin. O'ta xunuk holatda mana. Terpichkani yoqdim. Mana bunaqada ko'rinmayapti. Xullas mana Rizo aka ushlab turing uni. Mana yerda lakti переход turibdi ana. Ko'rish mumkin. Mana shu yerda. Lakti переход. Xullas mana bunaqasiga sepilingan bagajimiz. Talsimetr apparati tekshirdan shpoylovkasi yo'q, faqat kraska bilan lak sepilingan, yupqa qilib, ya'ni polirovkada menimcha ochib qo'ygan zavoddagilar, keyin buni sepib qo'ygan. Ko'rish mumkin. Ko'chada umuman ko'rinmaydi, xonada, lampalarda ko'rib qoldik buni. O'shaning uchun endi zavoddan yoki salondan mashina olmoqchi bo'lsangiz, обязательно ustini olib borib tekshirtirib olinglar. Bu birinchisi emas, 2 marta, 3 marta bo'ldi. Ya'ni qora trekerlarda kraskasi chiqib qolyapti. Petnolar yaqinda bitta oldi eshigida chiqib qolgan, bitta yangi treker kelganda kraskalarni ko'rib bergandim. Oldi eshigida petno chiqib qolgandi. Salondan chiqqan mashina edi bu ham. Tekshirib olinglar endi.